هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Muzzemmil tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Muzzemmil suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Muzzemmil Medine'de nazil bolgan 20 ayet. Muzzemmil ve Muddessir surelerinin nazil boluş sebebi doğrusida. İmam Ebu Bakr Bezzar Cabir'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Qurayshlar bir kuni özlerinin yığın zalığı toplaşıp Muhammed'e bir isim qo'yinglar. Bu arqılık kişilerinin onunla ergişip gidişini tosiye alaysılar deyişti. Ularning bazıları Muhammed'ni kahin deyli deyişti. Bazıları o kahin emas, onu mecnun deyli dedi. Bazıları o mecnun emas, onu sehrigar deyli dedi. Yani bazıları o sehrigar emas dedi. Ahırda müşrikler Peygamber aleyhisselam'a sehrigar degan badnomni chaplashga kelishib bilib taqilib ketishdi. Bu xabar Peygamber aleyhisselam'a yetib bordi. Peygamber aleyhisselam kiyimiga yo'ginib cho'mkinib olgan edi. Shuning bilan Jibril aleyhisselam Allohning dargohidan Muzzemmil ve Muddessir surelerini elip düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey kiyimgi yögünü valgıcı peygamber. Keçinin azgınısıdın başkısı da, yerimi de ya ki yerimidin mu azraqı da ya ki yerimidin köpreki de namaz okuğun. Kur'an'ni tertil bilen yani dane oçuk okuğun. Sana hakikaten tentenelik Kur'an'ı nazil kılımız. Şübhisiz ki keçinin kıyami yani keçide kişinin ibadet kılışı için uykudan uygunup turuşu en muvafıktır. Tinç bolğanlığı için keçinin kıraati en doğru buludu. Hakikaten kündüzü iş bilen aldıraş bolasan. Şuna ibadetke keçisi berilgen. Rabbinin namını yad etkin. İbadetinde onunla toluk yüzlengen. O meşriknin ve mağribinin Rabbidir. Onundan başka hiç ilah yoktur. Onu hami kılıp algın. Yani hem işini onunla tapşırgın. Keçini ibadet bilen ötküzüşke buyuruş doğrusu da. Allah Teala bu ayetlerde Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını yögün olgan yögencisini taşlap keçide galip ve büyük Rabbige ibadet kılış için turuşku buyurdu. Bu vakte Allah Teala mındaq deydi. Ulanın yanları orun köpüdün yırak boludu. Yani ula keçisi ibadet kılıp az uxlaydı. Ula Rabbinin azabıdan korkup rahmetini ümit kılıp onunla dua kılıdı. Ulağı biz rızık kılıp bergen nəsilərdən yaxşılıq yollarına sərf kılıdı. Peygamber aleyhisselam Allah Teala buyurgan işte çıntırıp her keçide ibadet kılış için turattı. O çağlarda keçide namaz okuş faqatla Peygamber aleyhisselam'a farz idi.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhiylanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Allah Teala bu o'rinda kechida turib ibodat qiladigan vaqtning miqdorini payg'ambar alayhisalomga bayon qilib mundaq deydi: "Ey kiyimiga yuginib olgan payg'ambar." İbn Abbas, Zahhak va Suddi qatorliqlar u oyatni "Ey uxlab olg'uchi payg'ambar" deb tafsir qilgan. Kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimidan azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qigan. Ya'ni biz seni kechining yerimida yoki yerimidan azroqida yoki yerimidan ko'pragida o'rningdan turib ibodat qilishga buyurdik. Bu vaqtlarning qaysisiga amal qilib ibodat qilsang, sana hech gap yo'q. Qur'onni tilovat qilishning usuli to'g'risida. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona uchuq o'qigan. Ya'ni Qur'onni asta o'qigan. Chunki mundaq o'qishning Qur'onni tushunishga va u haqida fikr qilishga yordam bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Qur'onni haqiqatan ana shundaq usulda o'qiydi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom suralarni dona va ochiq qilib o'qiydi. Bundaq o'qiganlikdan hatto u o'qiyotgan sura uzun suradek bilinib ketadi. İmam Buxoriy rivoyat qiladi-ki, Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning qiroati to'g'riliq so'ralganda Bismillahirrohmanirrohim ning har bir so'zini dona qilib so'zib o'qib tushuntirib qo'ygan. İbn Jurayj İbn Abu Mulaykaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummu Salamadan payg'ambar alayhisalomning qiroati haqida so'ralganda u payg'ambar alayhisalom qiroat qilganda oyat o'qib, oyatlar orasini üzüb qiroat qiladi degan. Bu hadisni İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu tafsirning beshida Qur'onni dona uch qilib o'qishning va chiroyli ovozda qiroat qilishning mustahab ekanligini ko'rsatadigan hadislarni bayon qilib o'tdik. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Qur'onni chiroyli ovozda o'qinglar. Qur'onni mungluq ovozda o'qimagan kishi bizdan emas. Buningga haqiqatan Davud oilasiga xos mungluq ovozlardan biri berilibdi. Bu hadisda ko'rsatilgan kishi Abu Musa Ash'aridir. U payg'ambar alayhisalomning yuqoridagi so'zini anglab, agar men sening qiroatimni tingshayotganligingni bilgan bo'lsam, qiroatni texmi chiroyli qilgan bo'ladi degan. İmam Bag'aviy İbn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qur'onni o'qiganda ishti qo'g'lagandek tiz o'qimanglar. Oyatlarning ma'nosini tushunib o'qinglar. Dilinglar oyatlarning ma'nosidan ta'sirlansin. Sizlardan biringlar biror surani o'qisa, surani o'qib tugatib yetishga oldirg'uchi bo'lib o'qanmasin. İmam Buxoriy Abu Vailning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Bir odam İbn Mas'udning yoniga kelib, men Qur'onning mufassil bo'limini bir kechada bir rakat namozda o'qib bo'laman dedi. İbn Mas'ud ishti qo'g'lagandek tiz o'qibmi? Men payg'ambar alayhisalomning ikkidan surini bir rakatda o'qiganligini bilaman dedi. Ondan u mufassal bo'limidagi suralardan 20ni har rakatda ikkidan o'qiganligini tilga elib o'tdi. Qur'onning kattaligi to'g'risida.
Sana hakikaten tentenilik Kur'an'ı nazil kılımız. Hasan ve Katade bu ayet hakkında mundaq deydi. Sana biz amel qilish hakikaten mushaqqatli bo'lgan Qur'onni nazil qilamiz. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq deydi. Kattaliqidan nazil qilingan vaqtda ig'ir to'yiladigan Qur'onni nazil qilamiz. Bu vaqtda Zayd ibn Sabit mundaq deydi. Bir qitim payg'ambar alayhissalomga Qur'on nazil qilinganda uning yotisi mening yotamning ustida bo'lib, ig'irlashganligidan yotam izilib ketgili tas qolgan edi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, vahiy nazil bo'lganligini his qilamsan?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Jiring'ishigan qattiq ovozni anglayman. Shu chaqda shukturman. Har qitim menga vahiy qilinganda jinim chiqib ketadigan bo'ldi deb o'ylab qolaman" deb javob berdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haris ibn Hisham payg'ambar alayhissalomdan vahiy sana qandoq keladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Vahiy ba'zida qo'ng'iroq ovozidek jarangliq keladi. Mundaq vahiy menga eng qattiq tuyuladi. Vahiy to'xtaganda bo'lsa, men Jibrilning aytganlarini esimga elib bo'lgan bo'laman. Ba'zida Jibril odam suratida kelib, menga vahiyni so'zlab berdi. Men uning aytganlarini esimga elib olaman" deb javob berdi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Men qattiq sovuq bir kunda payg'ambar alayhissalomga vahiy nazil bo'layotganligini ko'rdim. Vahiy to'xtaganda uning peshonasidan ter chiqib turadi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomga vahiy qilinganda u uloq ustida bo'lib qolsa, uning uloqi bo'ynini silkib ketadi. Ibn Jarir Qur'on nazil bo'lish va amal qilishdan iborat ikkili jihatda ig'irdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd Qur'on dunyoda ig'ir bo'lganiga o'xshashla qiyomat kunimi tarozida ig'ir bo'ladi dedi. La ilaha illalloh. Kechida ibodat qilishning fazilati to'g'risida shubhisizki kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganligi uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Ya'ni kechini ibodat bilan o'tkazish dil bilan tilning birlashishiga eng munosib bo'ladi va qiroatni eng to'g'ri ravishda qilg'ili bo'ladi. Kechida qiroat qilish va oyatlarni tushunish kunduzga qaraganda yaxshi bo'ladi. Chunki kunduz insonlarning hayotlik mashg'ulotlari uchun harakat qiladigan, behuda ovozlar ko'p bo'ladigan vaqtdir. Haqiqatan kunduzi ish bilan aldirash bo'lsan, shunga ibodatga kechisi berilgan. Ibn Abbas, Ikrima va Ata ibn Abu Muslim bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni kechida ibodat qilishga va uxlashga ahamiyat bergan. Abu Aliya, Mujahid, Abu Malik, Zahhak, Hasan, Qatada, Rabi ibn Anas va Sufyan Stavri qatorliqlar bu vaqtda mundaq deydi. Ya'ni kechida ibodat qilishga turishing uchun uzun bo'sh vaqting bor. Abdurrahman ibn Zayd mundaq deydi. Kunduzda turmush ehtiyojingni qamdigan, kechida ibodatga berilgan. U ya'ni kechida namoz o'qish farz bo'lgan vaqt edi. Ondan Alloh taolo bandalariga rahmat qilib kechining namozini ulardan yengillatdi. Hatto uni o'qishning farzligini amaldan qoldirdi dedi. Va kechining ozg'inisidan boshqasida yerimida yoki yerimidan azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qigan. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qigan
degan oyatlarini andin ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shubhisizki Rabbing sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3/2 hissasida, yerimida va 3/1 hissasida turadiganliginglarni biladi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Allah oldin ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliginglarni Allah biladi. Allah sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechida tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozdan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar degan oyatni o'qidi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Tuvandagi hadis kechi namoz o'qishning farz ekanligi, ondan uning farzligining amaldan qoldirilganligining dalilidir. İmam Ahmed mundaq deb rivoyat qilgan. Said ibn Hisham ayolini taloq qilib o'tdi. Ondan ziminini setib, uning puliga at ve qurol setib olib, Rumliqlar bilan toki o'lguchi jihad qilmoqchi bo'lib, Madinaga qarab yo'lga chiqdi. O yo'l ustida o'z qavmidan bo'lgan bir qancha kishiga uchraydi. Ular uningga o'z qavmidan 6 nafar kishining payg'ambar alayhissalomning zamonida sen qilgandek qilmoqchi bo'lganligini, payg'ambar alayhissalomning men sizlarga yaxshi ulgu emasmi deganligini, ondan ularni unda qilishdan to'sqanligini so'zlab berdi. Said ibn Hisham ayoli bilan yenishib olganligiga ularni guvoh qildi. Ondan qavmiga qaytib berib, ularga munulan deb berdi. U İbn Abbasning qishig'i berib, vitr namozi haqida uningdan so'rabdi. İbn Abbas uningga: yer yuzida payg'ambar alayhissalomning vitr namozini eng yaxshi biladigan bir odamni sana deb beraymi debdi. U ha debdi. İbn Abbas uningga: sen Oyshaning qishig'i berib, bu savolingni uningdan so'ragan. Ondan qishimga qaytib kelib, Oyshaning sana bergan javobini menga deb bergin debdi. Said ibn Hisham mundaq deydi: men Hakim ibn Aflahning qishig'i berib, uningdan meni Oyshaning yoniga elib berishini talab qildim. U: men Oyshaga yaqin yo'lamayman, chunki men uni ana shu ikki guruh, ya'ni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu tarafdor bilan Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu tarafdori haqida so'z qilishdan to'sqan edim. Biroq u ikki guruh haqida so'z qilishdan to'xtamadi dedi. Men uning meni Oyshaning yoniga elib berishiga qasam qilib chingtirib oldim. Shuning bilan u men elib bordi. Biz Oyshaning yoniga kirdik. Oysha: bu Hakimgo, men onu tanib oldim dedi. Hakim: ha, shundoq dedi. Oysha: sening bilan birga kelgan bu odam kim dedi. Hakim: Said ibn Hisham dedim dedi. Oysha: Hisham degan kim dedi. Hakim: u Amirning o'g'li Hisham bo'ladi dedi. Oysha Amirga Allohdan rahmat tiladi va Amir nima degan yaxshi odamdi ha dedi. Men: ey mu'minlarning onasi, menga payg'ambar alayhissalomning axloq to'g'ri so'zlab bergin dedim. Oysha menga: sen Qur'on o'qimamsan dedi. Men shunda Qur'on o'qiyman dedim. Oysha: shak shubhisizki payg'ambar alayhissalomning axloqi Qur'on edi dedi. Men o'rnimdan turishga tamshildim. Ondan mening esimga payg'ambar alayhissalomning kechida qiladigan ibodati keldi. Men: ey mu'minlarning onasi, menga payg'ambar alayhissalomning kechida qiladigan ibodatidan xabar bering dedim. Oysha: sen sura
Muzammilni o'qimamsan dedi. Men shundoq o'qiyman dedim. Aisha, Allah haqiqatan bu suraning 5'ideki oyatlarda kechida namoz o'qishni farz qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari 1 yil jarayonida kechida namoz o'qidi. Hatta ularning putlari ishib ketdi. Allah osmonda bu namozning farz vaqtini 12 oy qilib bekitdi. Ondan Allah bu suraning oxirida kechida namoz o'qishni yengillatganligi haqidagi hukmni o'z ichiga olgan oyatni nozil qildi. Shuning bilan kechida o'qish farz qilingan namoz nafli namozga aylandi dedi. Men o'rnimdan turishga tamshildim. Ondan mening esimga Payg'ambar alayhissalomning vitr namozi keldi. Men, ey mu'minlarning onasi, menga Payg'ambar alayhissalomning vitr namozidan xabar bergin dedim. Aisha, biz onunğa misvakni taharet suyini tayyorlab beretdik. Uni Allah Teala kechida uyg'otishni xohlagan bir vaqtda uyg'otadi. U og'zini misvaklaydi, taharet alatdi. Ondan 8 rakat namoz o'qiydi. U arada tashahhudda o'ltirmay, faqat 8-rakatda tashahhudda o'ltiradi. Ondan u tashahhudda o'ltirib Rabbiga zikr aytadi. Dua qiladi va mag'firat tilaydi. Ondan salom bermasdan o'rnidan turadi-da 9-rakatni o'qiydi. Ondan tashahhudda o'ltiradi. Rabbiga hamd aytadi, zikr aytadi va duo qiladi. Ondan bizga anglatib turib salom beradi. U salom bergandan keyin o'ltirib turib 2 rakat namoz o'qiydi. Ey avladim, ana shu jami 11 rakat namozdir. Payg'ambar alayhissalom yashanib qolgan va samirib qolgan siri 7-rakat namozni vitr qilib o'qiydi. Salom bergandan keyin o'ltirib 2 rakat namoz o'qiydi. Ey avladim, ana shu 9 rakat namozdir. Payg'ambar alayhissalom biror namozni o'qisa, uni davomli turda o'qishni yaxshi ko'radi. U kechasi uxlab qolib yoki biror kasal sababidan namoz o'qiy olmasa, kunduzi 12 rakat namoz o'qiydi. Men Payg'ambar alayhissalomning Qur'onning hammasini bir kechada o'qib bo'lganligini, kechasi toki tong otqicha namoz o'qiganligini va Ramazon iyidan boshqa vaqtda to'liq 1 oy ro'za tutganligini bilmayman dedi. Ondan men Ibn Abbosning qishig'i berib, uningga Aishaning so'zlab berganlarini deb berdim. Ibn Abbos, Aisha rost aytibdi. Agar men uning qishig'iga kirgan bo'lsam, bu hadisni uning o'zidan anglaydim dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ibn Jarir Abu Abdurrahmanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sura Muzammil nazil bo'lgandan keyin sahobalar kechida namoz o'qishni saq 1 yil davomlashtirdi. Hatto ularning putlari va pochoqlari ishib ketdi. Natijada shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qolay bo'lganini o'qinglar degan oyat nazil bo'ldi. Shuning bilan odamlarga osonlik tug'ildi. Hasan Basri va Suddilamu mushuning o'xshash dedi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning kechining ozg'inisidan boshqasida yerimida yoki yerimidanmi azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qigan, Qur'onni tartil bilan, ya'ni dani ochiq o'qigan degan oyatlari nazil bo'lganda bu mu'minlarga ig'ir keldi. Shuningdan keyin Alloh taolo ularga rahmat qilib, ularning ustidagi bu hukmni yengillatib, Alloh biladi-ki, ba'zanlar kasal bo'lib qolsizlar. Ba'zilar Allohning fazlini tilab
ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi. Yana ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan odamlarga osonlik tug'ildi. Hasan Basri va Suddilamu shuning o'xshash dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning kechining ozg'inisidan boshqasida yerimida yoki yerimidan azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qigan, Qur'onni tartil bilan, ya'ni doni ochiq o'qigan degan oyatlari nozil bo'lganda bu mu'minlarga ig'ir keldi. Shuningdan keyin Alloh ularga rahmat qilib, ularning ustidagi bu hukmni yengillatib, Alloh biladi-ki, ba'zanlar kasal bo'lib qolsizlar. Ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib, yer yuzida safar qiladi. Ya'ni ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar degan oyatni nozil qildi. Shuning bilan Alloh taolo bandalariga kengchilik qildi. Allohga hamd sano bo'lsinki, u ularni qiyin ahvolda qo'ymadi. Rabbingning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. Ya'ni uni ko'p yod etgin. Uni yod etishga berilgin. Mashg'ulotingdan va dunyoliqingdagi muhtoj bo'lgan ishlardan bekor bo'lganingda Allohga ibodat qilishga berilgin. Bu vaqtda Alloh mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, da'vatdan bo'shagan chig'ingda Allohga ibodat qilishga tirishqin. Ya'ni mashg'ulotingdan bekor bo'lgan vaqtingda dilingning boshqa narsalardan xoli bo'lish uchun Allohga taat ibodat qilishga tirishqin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. Ibn Abbas, Mujahid, Abu Solih, Atiya, Zahhak va Suddi qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni Allohga ixlos bilan ibodat qilgin. Hasan mundaq deydi: Allohga ibodat qilishga tirishqin va uningga butun vujuding bilan yuzlangin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. U mashriqning va mag'ribning Rabbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Ya'ni Alloh podshohdir. Mashriqlarni va mag'riblarni xohlagancha idora qilguchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni tanho bilib ibodat qilganingda, ishlaringda faqat uningga tavakkul qilgin. Uni o'zingga homiy qilib olgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Sanala ibodat qilamiz, sendanla yordam so'raymiz. Allohni tanho bilib ibodat qilishga, uningga itoat qilishga va tavakkul qilishga buyurgan mazmundagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Muzammil tafsiridan 9-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.